Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi ishimizni ham bitkizdik. Bu yerda qo'ygan manzilimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tuman Payshanba shaharchasiga, Alisher mahallasiga bo'ldi. Bu yerga 3 ta rom, 3 ta 2 tabaqali eshik va bitta 1 tabaqali eshik olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, bu yerga Altex ni Zolotoy dub profilidan oynaga bir qavat oq shishada olib kelib o'rnatib berdik. Ichkarida podokonninglar ham bor. O'zi ichkaridan ko'rsataman, iloji bo'lsa. Mana derazamiz razmeri eniga 1.40, bo'yiga 170 sm. Eshigimizniki bo'yi 2,5 metrga, eniga 120. Uchalasi ham bir xil eshigimiz razmeri va 3 ta derazamiz ham bir xil razmer. Ichida 30 li Zolotoy dub podokonnigi bor. Hozir yaqindan ko'ramiz. Eshiklari ham Xudo xolasa yaxshi o'rnashdi, hammasi joy-joyiga. Derazali ham keyingi eshik. Zamoklari ham yaxshi zamok. Yaxshi. Uyda egalari ham toshni qo'yib qo'ygan ekan. Biz bir 2-3 kun bo'ldi o'rnatganimizga. Mana bugun videosini oldik. Mana bu yerda ham bitta derazamiz bor. Bu ham xuddi o'sha razmer 170 ga 140. O'rtadan bitta ochiladi, bir qavat oq shisha. Hozir podval eshigini ham ko'rsataman. Mana podvalimiz eshigi. Hozir ichkaridan ko'rsataman. Podvalimiz eshigi eniga 95 ga 2 metr bo'lgan. Ochilishini balkon profildan qilib berganmiz, katta 11 lik. Ochilib yopilishi ham zo'r. Xo'p, mana bir qator hammasini tanishtirib o'tdim. Bularning narxiga keladigan bo'lsak, 1.40 ga 170 derazamiz xuddi mana shunaqa fasonda, o'rtadan bitta ochiladi, bir qavat shisha podokonnigi bilan hozirgi kunda 1.400.000 so'm atrofida chiqadi. Xo'p, eshik 2,5 metrga 120. Bu ham bir qavat Zolotoy dubda hozirgi kunda 2.50-2.100.000 atrofida chiqadi. Uchalasi ham razmeri bir xil. Xo'p, podval eshigimiz 92 metr, unimiz 1.600.000 so'm chiqqan. Balkon profilda bo'lgani uchun ochilish. Bugungi ishimizni ham tugatdik. Kimlarga mana shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Telegram, WhatsApp nomerlarimizni pastda qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.